İkinci kısım Quyosh söygen yer. Birinci bab Tavapçılar. Ularning ko'z oldida issiqdan höküldigan otash zamin, ko'yuk tog', qaqas cho'l va poyonsiz jazira quchoqlashdi. Quyosh go'yo mushu zamindan ko'tarilib, yana mushu zaminga patadigandek ko'rinadi. Musulmonlarning nazaridagi bu muborak zaminga oyoq besish bilan tang, ularning dimiqiga faqat mush tuproqqa xos bo'lgan, odamni tashnolikda qiynaydigan qurg'oq, issiq, sap cho'l hidi urilgan edi. Ularning oldida dalayib yotgan bu otash zaminda na bir hayotlikdan derak beradigan olqanchilik yeshillik, na bir shildirlab eqib turadigan belakchilik suv yo'q edi. Odamning ko'z oldida cho'qchiyib turgan giyohsiz ko'yik tog' kishiga go'yo qiziq tuproqdan qaynab chiqqan, hayotlik tiniqi uzilgan qo'qas uyutmalariga o'xshab qolgan edi. Uning rangimi qo'qasda puchlangan tosh tuproqqa o'xshash gil rangiga o'zgarib ketgan edi. Ular tugi bilan 3 kun yo'l yurib, Makkaga 6 ming keladigan Sarif degan yeziga keldi. Dilqut xazinasi. Bu yer Makka tog'lariga yaqin edi. Ular bu yerda bir kun orom elib, ata yangi ruh, yangi qiyofat bilan Makkaga kirmoqchi bo'ldi. Ayollar qo'l-qo'l tutish qilib, kuchli qiza uchun yo'g'on bir qozon polo atdi. Ular poloni dumlab qo'yib, qochquchilarni tayyorlash uchun chedirlarga kirib ketdi. Shu chaqda ular o'ylamagan bir ish yuz berdi. Tog' qaptilida xuddi toshlar orasidan unib chiqqandek tuyuqsiz ikki odam paydo bo'ldi. Ularning usti-beshi jo'ldir kepan edi. Uchisiga uzun mata ko'ngla kiyib, beshini bir parcha askilati bilan o'rib olgan edi. Ular tog' qaptilidan tushib, atrofga alanglab qaradi. Ondan udul qozon esilgan yerga qarab yugurib keldi. Shungacha hech kim chedirdan chiqmadi. Erlar poloning hidini purab, qachon oldimga kelarkin degan ta'ma bilan kutib yetishatdi. Ayollar bo'lsa, qochquch tayyorlash bilan ovora edi. Bir hazadan keyin ular chedirdan chiqib, qochquchlarni ko'tirgan holda qozon beshiga kelganda, o'choqda qozon yo'q edi. Ayollar dastlab hayron bo'lib, esangarab qoldi. Keyin ko'ngillariga allaqanday sirli xayollar kelib, qo'rquvdan surib esib ketdi. Ayollarning ola-tog'il varqirgan ovozlarini anglab, erlarmi chedirdan chiqdi. Bu chaqda heyliq ikkisi bir qozon poloni ko'tirib, tog'ning xeyli egiz yeriga chiqib bo'lgan edi. Ular qozonni yo'g'on bir parcha toshning ustiga qo'ydi. Birdamda ular 7-8 odam bo'ldi. Ularning orasida yerim yalang'och bolalarmi bor edi. Ular qozonning og'zini ochdi. Poloning mazzilik purqi atrofga taradi. Oshning ustiga besilgan dog'limi go'sht kun nurida vilildab odamning og'ziga seriq suv yig'atdi. Ular qozonning atrofiga o'lashdi. Yanglarini shimoyladi. Va xuddi o'z uyida atgan polodek qozonning udul kelgan yeridan osh ko'zlik bilan huzurlanib yeyishga boshladi. Ularning odamning ko'zi chiqilayotgan bu yo'lsiz qiliqi bir necha yillarning ziddiga tegdi. Ular ko'p kunduzda o'zlarining rizqiga changal solgan bu bulonchilarning adibini berish uchun tosh to'qmoqlarni ko'tarib tog' tarafga yo'pirilib keldi. Lekin otxon ularni to'sdi. Unda qilmanglar. Bu oshlarning rizqi ekan. Bu dunyoda hech kimning rizqini yeyolmaydi. Shu arliqda Akbar varqirab turib ulardan so'radi. Hoy! Sizlar nima odamlar? Biz mushtaqning fuqarolari, dedi birisi baland ovozda. Bu yerda chorva boqimiz.
Sizlar nima uchun bizning tomqimizni akitsizlar? dedi Akbar qo'lini qanoy qilib varqirab. Endi biz oshqolmandoq. Rasq degan shu. dedi heliqi odam hech bo'lmagandek parvosizlik bilan. O'zinglar yog'bir top, bizni chaqirib keldinglar. Xudoyim bizni osh qo'ymagandek, sizlarni och qo'ymaydi. Ularning gap o'ramidan qaraganda, ular xeyli burla poloning hidini hitlab, tog' arsida marab yotgandek qiladi. Ular hash-pash deguncha bir qozon poloni yeb bo'ldi. Birsi eng oxirgi qitim qozonning ostidagi qizirib pishgan qijmiqini totilab yeb bo'lib, quruqdalgan qozonni xuddi toshni domlatgandek domlatib tuvanga tushirdi. "U noinsof badavlar!" deb barqirdi Musa Danqon bir necha yeri maqchib ketgan mis qozonga ish chaqirdi. Hech qisi yo'q, ulardan og'ring'ini bo'lmaydi. dedi Atxon Musa Danqonga tasalli berib. O bechoralarning mushundoq yerda yashashimi oson emas. Ilmo ular yavoylab aynib ketmabdi. Shu kuni bularning pulini yeyolmay ko'ngillari umunib qoldi. Ammo qattiq quruq nonlar bilan choy ichib, atki safarning xushalliqi va oldirashchiligida yana hammani unutib ketdi. Ular atsi atdiganda yuyunib, g'usl tarat qilib ihromga kirdi. Shu turqida ularning kiyimi, hissiyoti va ta'siroti o'xshash bir qilib tushib qolgandek, hammasining vujudida bir xil taqvodorlik, muqaddaslik va itoatmanlik tuyg'usi hukmron o'ringa chiqqan edi. Ular Makkaga yaqinlashgan sari xushallanadi, hayajonlanadi. O'zlarining yana bir necha soatdan keyin Allohning uyi Baytullohni tavob qiladiganliklarini o'ylab, yuraklari tepchaklaydi. Ko'zlari nur va haroratdan yaltirab ketgan edi. Mana ularning qalbidagi muqaddas joy Makka mukarrama qadamma-qadam yaqinlashmoqda. Oraliq qisqarmoqda. Nishon ro'shanlashmoqda. Atxon baland ovoz bilan labbayka deb to'g'ladi. Hammaylar uningga agishib, bu qoqis cho'llikda yaqinlik saltanatlik yangroq bir sadoni shakllantirdi. Labbayka! Allah! Labbayka! Men hozir bo'ldim! Allah! Men hozir bo'ldim! Sen şeriksizsen, yeganisan. Labbayka! Şükür sana, medhiler sana hastur. Labbayka! Biru bar Allah! Labbayka! Birinchi qitimliq labbayk to'xtaganda, Atxon o'ziga agishib kelayotgan Akbarga mundoq dedi. Oğlum, bu təvarik duanı öz zamanısında İbrahim aleyhisselam Mekke'nin yenidiki Ebu Qays teğinin çoxusu turib eytqan. Şu çağda onun avazı osmanni larziga, yer zaminni zilzilige keltirib tikan. Bu sadani yalğız bütkül kainatdagi canlıqlarla emas, qo'rsaqdagi buvoqlarni anglab tikan. Akbar ha deb beshini lanishtirib qo'ydi. Onun harg'in, beparvo turqidan bu so'zlarning ma'nosiga tushungan yoki tushunmaganligini farq etgili bo'lmaydi. Labbayk sadosi yana yangradi. Qadamlar tezlashdi. Xushallik va hayajondan kishilarning tiniqi kuchayib, yuraklari tepchaklashga boshladi. Ularning ko'z oldida tar jilg'iga joylashgan, ko'p atrofini egiz past qaqas tog'lar o'rab turgan Makka shahri namoyon bo'ldi. Makka. Ummul Qura. Sening muborak jalbkor vasinga yetish nima degan mushkul ha? Mana mush chiroylari qaridab, lavri gezargan ixlosman muridlaring seni tavob qilish uchun jahonning bir cheksidan yana bir cheksiga kelguncha nima kunlarni ko'rmadi. Hatto o'lganlar o'lib,
hayat qalğanlarımı ming ölüp ming tirildi. 1 yıldan artıq vaqtqa sozulğan bu uzun, mushaqqatlik safar semizni o'riqlatib, o'riqni halsizlandırıb etdi. Şundaqdımı, ularning sana bo'lgan ixlos e'tiqodi suslaşqani, sening vaslga yetish yo'lidagi g'ayrat shijoati bo'shashqani yo'q. Ular shimi-tishig'i tishlab, bir qadamdan ilgirlab, oxir sening oltin bo'sug'onga qadam qo'ydi. Ah, Makka! Sen öz qo'yningda Baytullahning bo'lganligi bilan butun Hijaz rayonidagi shaharlarning iftixorisan. Sen Baytullahning makoni, tinchlikning yurti, ittifoqlikning simvoli, haj tavaf qilg'uvchilarning muqaddas g'oyaviy manzilisan. Biz oxir sana yetdik. Sening muborak bo'sug'onga bosh qo'ydik. Endi o'lsakmi bizda arman yo'q. Mana bu minglagan, 10 minglagan tavafchilarning Allohga qilayotgan iltijosi, nidosi va xushallik sadosi edi. Atxon Akbarning qo'lidan yetilab, Jarval eg'iz orqali Makka shahriga kirdi. Uning qadamlari cho'ng ham salmoq edi. Tınıp küçüyüp, yurdi goya kökrak qafizini bösüp çıkıdığandek güpüldep urulup atattı. Ağzıda bolsa to'xtamay kusur ayet okuydu. Şu tapda onun safar jarayonida tartgan barliq azap oqibatlari nagidir g'oyib bo'lib, o'zi shundoq tetik va ruhliq bo'lib ketgan edi. Atxon hayajondan nurlanib ketgan ko'zlari bilan atrofga to'ymay qaradi. Onun köz aldıda tar hem uzun çılgının o'ttirisida shimoldan janubga so'zilgan uzunchoq bir shahar yuz ochdi. Qarmoqqa qaysi shahar, qaysi shaharni qo'yniga elib turadigan zimin ekanligini damonliq farq etgili bo'lmaydi. Chunki shahar o'z atrofida cho'qchib turadigan g'alit tashliq cho'qilar bilan go'yo bir gavda bo'lib ketgan edi. Her xil şekildeki öy imaretlerinin taşlarımı etraftaki tağlarının qo'ng'ir qatlamlardan keltirilgeçken öy imaretlerimi qo'ng'ir görünetdi. Şuna mayli qaysi tarafdan qarsa ularni ayırıp almak tez idi. Onun üstüge tağlar bilen şehir arlıqıda fasıl bolğudek yeşil çimenzarlar bolmağaşqa öy imaretlerinin öbüsü bilen tağ bağırdaki qo'ram taşlar öz ara giralishib, bir-birini gavdilandirib, o'ziga xos ko'rkam bir manzirni hosil qilgan edi. Anglavatqaninglar, beni qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Atxon, hayajon, qiziqish va hayronlik ichida mast xush holatga kelib qolgan edi. O etrafida davrab kelayotgan odamlarning ishtirishi bilan Masjidul Haramning haybatlik darvozasi oldiga kelgandila esiga keldi va yenidagi Akbarga qarab: "Balam, muqaddas masjidga kirganda og'zing bismillah desin, o'ng puting oldida kirsin" deb alohida topiladi va o'zi: "Ey Alloh, mening gunohlarimni mag'firat qilg'aysan ve rahmetinning darvozalarini menga ochib bergaysan" deb duo tilovat qildi. Makka shahrining markaziga joylashgan 100 mingdan ortiq odam bir vaqt faoliyat elib boralaydigan bu mashhur katta jami hozir qaynoq, saltanatli bir dunyoga aylangan edi. Onun tüp etrafıga bir haftaning 7 gün bo'ladiganligiga simvol qilib yasalgan o'xya shakllik, hayvatlik 7 munar go'yo ushlu cho'qilardek ko'kka bo'ysunib, kun nurida oltindek chaqnab, kishilarning diqqatini o'ziga tortadi. Masjidul Haramning 3 tarafdagi cho'ng darvozasi Abdul Aziz, Umra ve Fatah darvozalaridan Allahu Akbar deb takbir etib, üzülmey xuddi o'rgashlayotgan azim daryodek tavrinib kirayotgan minglagan tavobchilar masjidning markazidagi Baytullahga
ba'ayni osmondan saqib tushgan 4 chosa qora uyuq toshda qad ko'tarib turgan Kaibaga qarab siljiydi, intiladi. Zamonlardan buyon milyonlagan musulmonlarning muqaddas e'tiqodgohi, ularning namozga yuzlanadigan qiblagohi va haj tavob makoni bo'lib kelgan Baytulloh jigarranglik o'yil toshlardan qo'pirilgan. Uni marmar tosh bilan mustahkamlangan 24 metr egizlikdagi surlik va haybatli uy edi. Uning yopiqi qora durdundan tikilgan bo'lib, Baytullohning ustidan toki ulug'cha cho'mkab turadi. Yopiqning ustiga kumush ip bilan kashtalab yozilgan Qur'on Karimning oyatlari quyosh nurida parqirab, qaragan odamga bir xil sehriy tuyg'u beradi. Baytullohning darvozasi Hajarul Asvad bilan Iroq burjiga joylashgan yerga o'rnatilgan bo'lib, yerdan 11 yarim g'irich ko'tarilib turadi. Uning yasalishi bahmin nafis va ko'rkam. Uning butun yuzi kumushga qoplangan. Darvozaning manglay yog'ichi, bosog'iz qatorliq joylarmi kumushga qoplangan edi. Şoňa yıllarning o'tishi uni qilchimi o'zgartirmagan. Zamonlar uningga hech qanday ta'sir qilmagan edi. Baytullohning ichiga yotqizilgan marmar toshlarning siziqchilari ro'shan, siliq ham ko'rkam edi. Uning ichiga kashtan yog'ichidan yasalgan 3 to'rik o'rnatilgan. To'riklar mazmut, egiz bo'lib, bir-birisining oraliqi 4 qadam keladi. Uning qizil atirgul ranglik yepak raxtlar bilan qoplangan temada Allohu Jalla Jallahu degan arabcha xatlar yaltirab turadi. Baytullohning 4 burjiga ular yuzlanib turgan taraf bo'yicha ot qo'yilgan bo'lib, shimol tarafi Iroq burjigi, g'arb tarafi Sham burjigi, janub tarafi Yaman burjigi, sharq tarafi Hajarul Asvad burjigi deb ataladi. Tavobchilar Baytullohning aşı sharq burjigiga qarab siljiydi. Ular palakka yetgan hamdu sana sadolari bilan dengizdek gurkirab, chayqilib, payon yo'q odamlar qaynimini hosil qilgan edi. Atxonmo Akbarning qo'lini ching tutib, ana shu qaynamda pirqirab, qisilib yurib, nihoyat tasda Hajarul Asvad teshining yeniga kelib oldi. O qattiq hayajonlandi. Hayajondan ko'zlariga mo'lladi yosh kelgan edi. Atxon o'zini sezmagan holda ovozini qo'yib berib, "Alloh, ey ulug' Alloh, men keldim. Men sening muqaddas uyingni tavob qilg'ili keldim. Sen eng ulug', eng buyuk. Senden bilek ilah yok. Ya hemmeyi qadir Allah. Mening hayat vaqtimda qilgan her bir taqvodarlik talablarimni qabul qilgaysan. Sen bandalaringga nusrat ato qilguchi Allah, Allah deb nida qildi. Va Hajarul Asvad teshini nihoyat royishlik bilan silib, yuzlarini yiqib, bo'z qilishga boshladi. Hajarul Asvad elipс shakllik julanib turadigan meteorit tosh bo'lib, uning siliq yuzida qizil chekitlar bilan seriq siziqchilar bor edi. O egizligi 1,5 metr keladigan kumush ramkichiga elingan edi. Hajarul Aswadning qora rangi bilan kumush ramkining oq ranglik girashmasidan hosil bo'lgan nur va sho'la odamning ko'zini chaqatdi. Uni suyganda odamning levi shundoq bir xil lazzat sezatdiki, suygan siri suygisi keladi. Yaqinlik bir jo'g'ildashdan odamning vujudi rohatlanadi. Shu chaqdala har qanday odam Hajarul Aswaddan iborat bu muallaq tilsim toshning o'ziga xos alohidaligini va u namoyon qilib turgan ilohiy hikmatni aniq his qiladi. Oğlum, bu mübarek taşni peygamberimiz söyleyen, dedi Atxon Akbarga qarab hayajon bilan.
Peygamberimiz bu taşını suyup durup mundaq degan. Bu Allah Taala'nın zımınğa ornatgan qasam ixlos taxtisidir. Allah Taala bizni uni silab suyish fursati bilan manfaatlantirdi. Uningga zo'qman bo'lgan har qanday odam bu yerga kelsa, uningdan tegishli foyda ko'radi. Akbarmo uni suydi. Yumran lavlarida bir xil so'g'uq, yaqinlik sezim o'rnab qoldi. Atxon amdi uni agashtirib, joyi Mu'tazimga keldi va bo'sh, titrangi ovozda duo qilishga boshladi. Men keldim, Allah. Senin Beytullah'ın en kadirlik üy Allah. Beytullah'ın ilgisi, şefkatlik mihriban, keçirimlik Allah. Özünge yezindim Allah. Müminlerin duasını kubul et. Ketkenlerge iman, kalganlarga sıhhatlik bergin Allah. Kızlarımni çoğkan kamalığa, oğullarımni krallık kamalığa yetkizgin Allah. Bizni hamma gunohlardan saqlab, axloqliq, fazilatli qilishingni tilayman Allah. Bu dunyo va qiyomatdagi barliq yaxshiliklarning hammasini bizga xayr qilishingni tilayman Allah. Bizni panohingga ilib, do'zaxning jazolaridan yiroqlashtirishingni tilayman Allah. Sendan boshqa panohim yo'q Allah. Barliq madiya, hamdu sanolarning hammasi sana xosdir Allah. Atxon to'xtamay duo tilovat qiladi. Ovozi barg'in sir pastlab, nima da'vatqanligini yenidik Akbarmi anqirolmay qoldi. Shu topda ixlosi cheksiz, taqvodor bu odamning butun jismi go'yo hajdavat bilan yumshab, erib ketayotgandek bo'shib ketgan edi. Demsimi o bütün zihni ve bütün vücudu bilen Allah yoludaki ibadetki kirişip ketken idi. Akbar onu koltuğudan yülep, hac resmiyetlerini davamlık öteşke başladı. Kısılıp, türtüp yürüp, Kâbini 7 kıtım aylandı. Andın Maqame İbrahim'nin arkasında 2 rekat nafile okup, Zemzem buluqi yeniga keldi. Arablar azaldan Zemzem buluqini muqaddas buloq deb azizlaydi. Çünkü ular qudratlik, hammaga qodir Allah Taala o'z zamonasida Hajar bilan uning o'g'li Ismoilni usuzlikdan o'lib qolmasin deb mushu qaqaschiligida bu buloqni yaratdi. Shunga bu buloq muqaddas ilohiy buloq deb qaraydi. Demisimi Makkaliklar tarixdan buyon suv qisliqning dardini ko'p tortgan. Ular suvni shaharning sirtidan to'shib kelib ichadi. Muhim chekatdi ham ko'p chiqimdor bo'ladi. Shunga Zamzam buluqi o'zining yagona va buyuk mavjudligi bilan ularni tatliq, barakatli suv bilan ta'minlaydigan abadiylik angushtlar bo'lib qolgan edi. Zamzam quduqi to'rt tarafida ishga bor, mihrab shakllik qo'ru tomning ichiga selingan edi. Uning suyini chig'iriq bilan tortib chiqaradi. Attigandan beri to'la yig'lab, duo tilovat qilib charchab usigan Atxon quduqdan yengil tortib chiqarilgan chilakdagi muzdek tatliq suvni qong'uchi ichdi va Allohning mushda qaqas qurg'oq siminda o'zining mehr shafqat bilan paydo qilgan hayotlik chashmasiga atab duo qildi. Tashnolik suv bergan Allohning ulug'ligini madilayman. Ey Allah, menga rizq, foydaliq bilimlarni in'om qilishingni, har xil kasallardan shifo topqizib qo'yishingni tilayman. Zamzam suvi bilan tashnolik qilib, ruhi ko'tarilib qolgan Atxon o'g'li Akbarni agashtirib, haj faoliyatini davomli o'tashga, Safa, Marva oraliqida 7 qitim sa'iya qilishga boshladi. Bugün muqaddas shahar Makkani, Allohning ulug' baytini tavof qilg'ili kelgan 100 minglagan odam to'rt tarafi kuyuk tog' bilan qoplangan bu o't otash yurtini qaynam toshqinliqqa aylantirgan edi. Masjidul Haramning ichi va teshida har xil chiroy, har xil til va har xil tusdagi odamlar kezib yurmoqda.
Afrikadan kelgan qora tanliklar, Yevropa va Amerikadan kelgan oq tanliklar, Osiyodan kelgan siyriq tanliklar, Habashlar, Turklar, Arablar, Parislar va boshqalar to'p-to'p bo'lib tahlil takbiri aytib yurishmoqda. Ba'zilari Baytullohni tavob qilmoqda. Ba'zilari Safa Marva orasida yugurmoqda. Ba'zilari İbrahim alayhissalomning maqomida namoz ado qilmoqda. Ba'zilari Zamzam suyini talashib ichishmoqda. Bu yerga to'plangan minglagan, o'n minglagan odamlarning kiyimidan tortib xarakterigacha bir xilla. Chunki bu kiyim va bu xarakter bir xil kuchli e'tiqod tufaylidan uzoq zamonlar mobaynida shakllangan. Sirtdan qaragan odam ularning asli qiyofatini ko'rolmaydi. Ular bir xil so'zga, bir xil harakatga va bir xil muomalaga odatlanib ketgan. Bu muqaddas zamonda dunyoning har tarafidan kelgan musulmonlar do'stlik ruhi bilan uchrashadi. Garchi ularning tili, rangi va xarakteri bir-biriga o'xshashmasimi, lekin ularni bu tavarruk joyga to'plab turadigan bir narsa bor. U bo'lsa Allohga, payg'ambar alayhissalomga va uning kitobiga bo'lgan aqida ixlos. Anglayotganinglar Beliq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Hijriya Zulhijja oyining 8-kuni barliq haj qilguvchilar Minoga jam bo'ldi. Aslida Zumrat Ag'ba deb ataladigan bu soy tur teg'ining etikidagi g'ilonchilg'i edi. Kishilar bu yerga rang-rang chedir va oddiy challa baranglarni tiklab issiqdan panohlanadi. Va shuning ostida etikabda o'ltirib Allohga duo tilovat qiladi. Ularning bu yerdagi muhim faoliyatlarining biri o'z vaqtida Muhammad payg'ambar mush yerda ado qilgan peshin, digar, sham va xutbandan iborat 4 vaqtlik namozni vaqt qaralida o'qish. Yamonlik, razillik, shumliqning simvoli bo'lgan shaytonga tosh etish edi. Bu chog'da hammalarning xiyoli tabiiy holda buningdan 10 necha asr burun qishlarga ketib qoladi. Rivoyat qilinishicha, u chog'da payg'ambar Ibrohim alayhissalom Allohning amriga amal qilib, Allohga bo'lgan samimiy sadoqatini bildirish uchun Amroq o'g'li Ismoilni qurbonlik qilish niyatida Minoga akelgan. U yo'lda 7 qatim shaytonning ozdirishiga uchragan bo'lsa-mu, shaytonni kaskinlik bilan qo'g'lab atgan. İbrahim alayhissalom o'g'lining bo'g'ziga pichoq surish uchun yuzini yerga bostirgan. Lekin shu chaqda yana Xudoning amri bilan Jibril alayhissalom bir ko'p qo'shqarni Ismoil alayhissalomning o'rniga qurbonlik qilishga elib kelib, Allohning shafoatini yetkazgan. Mana shu ishlarni g'ilpal xiyolidan o'tkazgan kishilar ixtiyorsiz holda Qur'on Karimdagi Sura Saffotning munu oyatlarini o'qib, Ibrohim alayhissalomning haqqiga duo qilmay turolmaydi. Biz uningga shuni ishga oshirdik deb nido qildik. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni berdik. Keyingilar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. Ibrohimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Chin kuch bo'lganda o'tda quyosh yer jahonni to'nurda qizitishga boshladi. Atrofdagi tog'u toshlarni o't purkigandek qizib ketgan edi. Chedir tishlanmagan notavan kishilar g'ilang toshliq sayda oftobga qoqlanib, tinchiq havoda asraydi. Ular ko'zlarini qisib, osmondagi do'lqinsimon alangib turgan ajoyib g'aroyib nurlarga qarab, bu yurtning mushundoq cho'l va qoqas yortilib qolganligidan ajablanadi. Bu yerda odam bilan qerishgandek quyoshmi nihoyatda osta harakatlanadi. Qaragan siri u go'yo bir joyga mixlanib qolgandek bosh ustida yelinjab turadi. U
öz musofasida hamisha qoqos tog'lar bilan giyohsiz cho'llarni besib o'tkashga oshunda o'tliq va rahimsiz bo'lib ketgan edi. Kun issigan sari kishilarni tashnoliq qiynaydi. Minada cho'ng bir ko'lchak bo'lib, ayni Zubayda o'sting'ining suyi jilg'a orqali shu ko'lchakka eqib keladi. Bunda qoqosliqda paydo bo'lib qolgan bu tilsimat suv to'g'risida har xil rivoyatlar bor edi. Ba'zilar Bag'dodning shohi Harun Rashid Iroqdagi Dajli bilan Efrat daryolarining suyini yer ostidan yoshirin yo'l bilan Makkaga akkalgan deydi. Yana ba'zilar bo'lsa Makkadagi suv qisliqni ko'rgan Harun Rashidning ayoli Zubayda Makkadan 30 kilometr yiroqlikdagi Qoratog'ning cho'nqur o'nkiridan suv eqimini tepib, uni toshlarning orasidan oqtirib Makkaga boshlab kelgan. Shu bu suvni ayni Zubayda deb atashadi deyishadi. Rivoyat mayli qandoq bo'lsa bo'lsin, hamisha shildirlab eqib turadigan barakatli bu suvning Makkaga kelganligi reallik edi. Bu suv Makkaliklarga emas, balki hammaga shafqat, xushallik va rizq baxsh etdi. Hatto har yili Sahroyi Kabirning g'arbidagi Afrikadan Ulug' okeanga tutishadigan jungo'g'ichi bo'lgan orliqdagi talay-talay davlatlardan kelgan necha 10 ming haj tavob qilguvchilarning hayotlik manbasi bo'lib qoldi. Shuning uchun ular ko'lchakdagi suvning isib ilimon bo'lib qolganligiga va har xil kamchallarga qochilangan ozg'ina suvning oltin kumushga setiladiganligiga qaramay bas-bas bilan talishib elib ichadi. Atxon bilan Akbar bugun kash bo'lg'icha 10 so'mlik bir tillaga suv elib ichib bo'ldi. "Dada", dedi Akbar pulga ish chog'irib. "Bir necha kamchan suv uchun bundoq pul xarjlasak, keyin qandoq qilamiz? Bir tilla degan oz pulmi?" To'g'ri, uning nazaridagi bir tilla oz pul emas edi. Agar yurtida bo'lgan bo'lsa, bundoq bir tillaga bir necha kamchan ilmon suv emas, balki bir o'stan o'ynoqlab eqib turgan muzdek suv kelgan bo'ladi. Lekin Atxonning suv uchun xarjlagan puliga ish og'irmadi. U shunga o'g'liga tushundirdi. "O'g'lim, biz bu pullarni haj yo'lida xarjlaymiz deb aytgan. Elim yaxshi Allohning himmati bilan mushunda qoqos tog'arsa suv bor ekan. Bo'lmasa qandoq qiladi? O'z zamonasida kelgan ota-bobolarimiz bu yerda usuzlik, tashnolikdan qurib jannati bo'lib ketgan. Xudoga shukr, bizning baxt talimiz bor ekan. Alloh o'zining inoyati, mehr shafqati bilan bu yerni sug'uribdi. Men endi suv ichmayman, dada", dedi Akbar yana o'z gapini ta'kidlab. "Men usumayman. Ussammo, ichmayman." Atxon uning sabiy chiroyiga qarab, otiliq mehri bilan kulib qo'ydi va "Undaq qilsang bo'lmaydi, o'g'lim. Xudoga g'azab qilgan bo'lasan", deb ogohlantirdi. Kashki tiniq osmonga oy chiqdi. Yegona sayyohdek asta-asta osmon gumbiziga qarab o'rlamoqda edi. Uning atrofida jimirlab turgan sanoqsiz yulduzlar go'yo uning bo'yniga esilgan la'al yoqutdek dona-dona chaqnab turardi. Havoning kunduzgi tapdi xeyli yongan. Turteg'i ustidan kelgan mayin shamol o'z ishlari bilan hapilishayotgan kishilarga birdamlik oromlik olib kelgan edi. Ular kashki havoning zo'qidan texmi jonlanib, bu kechini o'z ilohiy va yaratquchisini xotirlash, uning haqida duo tilovat qilish, cho'ng kichik gunohlari uchun uningga tavba qilish va ulug' payg'ambarga salom berish bilan o'tkazishga boshladi. Xubtan namozi Minodagi Xavf masjidida tiqma-tiqmoqlik ichida o'qildi. Namozdan keyin Atxon tavba istig'for aytib masjidda qoldi. Akbar sirtga chiqib, masjidning yanidagi tosh supida dadisini kutib o'tirdi. Uning atrofidagi bo'sh o'rin birdamda odamlar bilan to'ldi.
chiroyidan qaysi millat ekanligini farq etgili bo'lmaydigan 4-5 odam uning yanida gira bo'lib parangga tushdi. Ular sap arab tilida so'zlashyapti. Ularning gaplari ixtiyorsiz holda Akbarning quloqiga kirib turdi. Bu gaplar yanada mush zimin va mush odamlarga taalluq bo'lgan madiya, ta'sirat va olqishlar edi. Baytulloh bu ziminga Odam alayhissalom bilan billa arishdan tushirilgan ekan, dedi ovozidan qiyrisol ekanligi bilinib turgan birisi. Allah Taala uningga bu uyimni sen ziminga billa elib tushib ket va xuddi bu yerda taxtimni tavob qilgan o'xshash ziminda uni tavob qil debdikan. Shunga Baytulloh sharifining nurg'un mo'jizalari bor. Bunun birisi Baytullohning muborak darvozi ochilgan hamon Masjidul Haramning ichi odam dengiziga aylanib qoladi. Bu yerda qanchalik odam borligini yaratquch Allohdan bo'lak hech kim deb bera olmaydi. Biroq shuncha ko'p odam Baytullohning ichiga biroqli kirsimi, Baytulloh kichiklik qilmaydi. Uning yana bir mo'jizasi shuki, Makkada kaptar va boshqa uchar qushlar nihoyat ko'p bo'lsa-mu, ular Baytullohning o'g'isiga hargiz qo'nmaydi. Hatto ushqanda uning ustini besmi o'tmaydi. Diqqat bilan qaragan odam shuni ko'radiki, Masjidul Haramning osmonida parvoz qilayotgan kaptarlar Baytullohning ustiga kelay deganda, uning ustini besib o'tmasdan darhol boshqa tarafga agib uchib ketadi. Bu odam so'zdan to'xtishi bilan bir nechaydan ulug' kichiktilib, unlik ovozda nido qildi. "Ya Rab, ya Alloh! Bandiga qiyin tuyulgan narsa egasiga oson." Aradan birisi ovozini amr ma'rufga keltirib mundoq dedi: "Baytullohning bundoq sir hikmatlari ulug' payg'ambarimizga xos. Alloh taolo uningdan boshqa odamga bundoq nusratni bergan emas." Shundoq, dedi yana birisi uni quvvatlab. Muhammad alayhissalom samoda mushtir yulduzi paydo bo'lganda tug'ilgan. Mushtir yulduzi saodat va shon sharafning namoyandasi. U tug'ilgan yili fathi, g'olibiyat yili, shundoqla xayr, ihson, yaxshilik yili bo'lgan. Mana shuning bilan parang temisi tabiiy holda Muhammad payg'ambarning ustiga yo'tkaldi. Uning ismi har qatim eg'izga elinganda ular hayajonlanadi, faxrlanadi va ichida shivirlab uning haqqiga bir narsalarni deydi. Payg'ambarimiz tug'ilgan kechasi g'oyat zo'r bir nur parlab, butun jahonni yo'ritib etgan. Osmonmi, zaminmi uning dunyoga ko'z etishiga taqozo bo'ptikan. Shundoq deb suhbatdoshining so'zini tasdiqladi birisi tamkin va ishonchlik ovozda. Muhammad alayhissalomning dunyoga ko'z etishi Arab yerim oralida hidoyat quyoshi ko'tarilganligini jakarladi. Sizlar bilmamsizlar, bizning ota-bobolarimiz jahiliyat davrida yo terixchiligi yo'q, yo chorvachilik yo'q, mush ko'yib otasimini yashab keldi. Ba'zilar chayon suvaraklarni oshnan o'rnida yedi. Yana ba'zilar tugi yo'ngini tosh bilan so'qib yumishtirib, uning hayvonlarning qinni aralashtirib pishirib yedi. Bu tehi yaxshi, mazali tomoq hisoblandi. Keyin Xudo bizga Muhammad alayhissalomni avatib, islom dini bilan bizni uyg'otdi. Butun arabni mush din bilan ittifoqlashtirdi. Bu so'zlarni anglab, Akbar andikkandek, saskingandek silkinib ketdi. U boyiq so'zlarni xato anglab qoldimmi nima degan gumon bilan ko'nglida aslab baqdi. Yo'q, xato emas edi. Shu hamon uning ko'z oldida ochliq, yo'qsizlikdan yerginishlik chayon suvaraklarni tutib yeyotgan odamlarning ejinishli qiyofati gavdalangandek bo'ldi. Uning yumron sabiy yuragi odam taqdirining bundoq tangsiz, mudhish qismatlarini o'z ichiga sig'dira olmadi. Bu gaplar go'yo uning rivoyatdek, tushdek bakmi g'alita va oyonchilik tuyulib ketdi. Lekin ko'pni ko'rgan uqumushliq, taqvodor bu arabning so'zi rost edi.
rastında emas, balki bu muşu namrat, nadan yurtning qon yoshliq tarixi edi. Şuna biz Hazreti Muhammed aleyhisselamni dünyada yaşayan ve yaşavatkan insanlarning eng ulug'i deymiz. Deb sözünü davamlaştırdı Helqa Adem. O 40 yaşga kirgan vaqtda uningga Alloh tarafidan payg'ambarlik vahiysi keldi. Shuning bilan g'aflatda qolgan insonlarga insonlikning ta'mini, insonlikning sharafini tepsadigan va qiyomatgacha o'chmaydigan hidoyat, ilm, irfon va madaniyat quyoshining nuri butun arab zaminini yo'ritdi. Men qodir Allohga tashakkur aytaman, dedi yana bir arab hayajonli tin bilan. O haqiqatan mo bizga ulug' payg'ambar Muhammadni avatdi. Payg'ambarimiz dunyoga kelgan kuni kishilar arishdin, men o'zimning sodiq elchamni ruhiy ziminga avatdim degan sadoni anglagan. Shu chaqda bulutlar ko'kni qoplagan, qushlar to'p-to'p bo'lib uchib chiqqan, farishtalar saf tortib jam bo'lgan. Hamma bu zotni parvishlashni o'zining burchi deb bilgan, ham o'zaro talashgan. Qushlar vichirlashib o'zlarining har qanday joyning yal-yemishlarini elib kela oladiganligini, shu bu zotni parvish qilishda nihoyat qulay sharoiti borligini aytgan. Hatto shamolni pichirlab o'z fikrini aytib, bu zotni parvish qilish burchi menga mansub. Chunki men har qaysi yoqdan larzon ham rohatlik havoni uchirib kelib, uning ko'nglini ochaman degan. Yo'q degan bulutlar talashib, bu zotni biz parvish qilishimiz kerak. Chunki biz onunğa eng toza ham suzuk suv yetkazib beramiz. Talish shu yerga kelganda ushtum-to't farishtalarning ovozi anglangan. Biz nima ish qilamiz? Bu chaqda erishtin, bu zotni ruhiy zimindagi kishilarning qo'lidan tortib olish hargiz bo'lmaydi. Chunki uni emitgan amchak, uni silagan qo'l, u turgan uy, u yotgan to'shak, qisqasi uningga yor yo'lak bo'lgan hamma narsa baxtga sazovar degan qattiq ovoz anglanib, talash tartishni oxirlashtirgan. Kimdir birisi yaqin yerdan mastona ovozda Akbarni chaqirdi. U cho'chib o'rnidan turib ketdi. Chunki u butun asyodi bilan parangning ichiga kirib ketgan edi. U anglagan sari qiziqib, hayajonlanib, yangi narsalardan xabardor bo'lib atdi. Akbar shu chaqcha kitob o'qibmi, ustozlardan dars elibmi bundoq huzurlanmagan edi. Chunki bu parang shundoq erkin, tabiiy ham ma'nilik edi. Agar dadasi chaqirmagan bo'lsa, u tong otqicha mush yerda o'tirishga rozi edi. Atsi Zulhijning 9-kuni Arafat teg'ida qiyomda turish kuni edi. Haj qilguvchilar Minoda bomdod namozni o'qib bo'libla Makkadan 25 kilometr yiroqlikdagi Arafat teg'iga qo'zg'aldi. Ba'zilar ot tugi minib olgan, ba'zilar harva mapilarda edi. Lekin ko'p sonli kishilar xuddi to'g'oni buzilgan suv kalkundek davrab piyoda ketib bir xil kiyim bilan bir yo'nalishga qarab harakat qilayotgan bu payoni yo'q odam eqini yiroqdan qaragan kishiga xuddi do'lqinlab bujg'ullab kelayotgan oq dengizga o'xshash hayvatli ko'rinadi. Shuki yaqin bu xilvat timtas tog' bag'ri birdanla jonlanib odam dengiziga hayot qaynimiga aylanib ketdi. Arafat tuzanligi nihoyat keng ham qaqasay bo'lib, uning kun petish tarafida ancha egiz bo'lmagan rahmat teg'i. Markazida Ibrohim alayhissalom soldirgan Namra masjidi bor edi. Haj qilguvchilar peshin namozini ana shu masjidda o'qib, ondan Hijriya 10-yili Muhammad payg'ambar vidolashish nutqi so'zlagan rahmat teg'iga chiqib, bu tavarruk yerda sukut turadi. Shu chaqda go'yo bir ilohiy sado yangrab, kishilarning ruhiga bo'sib kirgandek, Muhammad payg'ambarning ayni vaqtdagi vidolish so'zi ularning ko'ngil ekranida ayon bo'ladi. Arablar g'ayri arablardan hech qanday ustun emas. G'ayri arablarmo arablardan hech qanday ustun emas. Qora tanlik oq tanlikdan ustun turmaydi. Oq tanlikmo qora tanlikdan ustun turmaydi. Agar biror odam taqvolik bilan Allohga cho'qinadigan, u hurmatli cho'nglar qatorida bo'ladi.
Her bir musulman başka musulmanlarning qeyrindishi bo'ladi. Barliq musulmonlar o'zining qeyrindishi bo'ladi. O'z qullaringlarga g'amxo'rlik qilishinglar kerak. Shundaq, o'z qullaringlarni yaxshi kutishinglar kerak. Nima yesanglar, shularga shuni yeygizinglar. Ayollarga muloyim pozitsiyada bo'lishinglar kerak. Chunki ularning sizlar uchun majburiyatlari bo'lib, o'zlariga hech qanday ishlarni qila olmaydi. Men ayrılganımda sizlarga qoldirib qo'ydigan marosim Allohning muqaddas kitobi. Ishlar shu daqiqada yana Muhammad payg'ambarning shu kuni 63 nafar qulni o'z qo'li bilan ozod qilib, qullarga qanday muomalada bo'lishning ulgusini yaratganligini yodiga erishdi. Tavobchilar qo'shuni kun petib, rahmat deg'i Gogun qo'yniga kirishga boshlaganda Arafatdan ayrilib, Muzdalifga qarab qo'zg'aldi. Muzdalifa pakar ko'yib tog'lar bag'ridagi qum shig'illiq, kangri soy bo'lib, o'z vaqtida Muhammad payg'ambar bu yerda to'xtab namoz o'qib o'tgan. Şuna haj qilg'uvchilarmi bu yerda shom bilan xutba namozni qo'shib o'qib, kechacha duo tilovat bilan tunab chiqishni o'zlariga udum qilgan edi. Adxon Muzdalifaga kelib, tuz va yumshoq bir yerni tepib o'rinlashdi. Texi bayla odam tugul uchar qushlarmi ko'rinmaydigan surlik, timtas bu makon birdilla jonlanib, azim daryodek davolg'ishga boshladi. Adamlarning qiyqas cho'qan noli pag'allari jimjit cho'l osmonda gurkirab, yana nalardindir aks sado bo'lib qaytib keladi. Taraf-tarafda pildirlab yenib ketgan sham chiroqlar ba'ayni yulduzdek chaqnab, zaminni besib olgan eg'ir qorong'ulikni yiroqlarga qo'g'layotgan edi. Adxon bilan Akbar atdigandan beri oldirash yurib, qo'rsaqni unutib ketgan edi. Açlık ve hargınlık hazır ularını xeyli halsırtib qo'ygan edi. Adxon yumshoq qumshig'il ustiga qo'l yog'liqni yeyib selib, yenidagi og'zi bo'q qushlangan mato xaltidan 2 parcha non, bir loqma surkalgan to'g'ri go'shi va 2 olmani elib yog'liq ustiga qo'ydi. Akbarning haqiqatan qo'rsqi ochgan edi. Şunu o dadısının icazetini kütmezsin, bir parça non bilen bir kesim toğu köşede elip karaslıtıp yap ketdi. Akbar aş gözlük bilen çaynama yutqaşqa non geligi turup heqiqlap qaldı. Adxon onunğa niyiqqidi külüp qo'yib, boyniga esib algan sudanni elip onunğa uzatdi. Aldırmay ye, dedi qaşlarını yemirib. İşçinge madde qurti kirib olmagandı. Qo'rsqim bak içib ketdi dada, dedi Akbar suvadandagi suvni bir ishga o'tlab. Biz paloqshib yurgin ne vaqt? Ata bola ikkisi qattiq quruq, yerim yarti bo'lsa-mu qo'rsqini g'amlab oldi. Shu topda Akbarni toza uyqu bosdi. U yumshoq qumshig'il ustiga yon boshladi. Yerdan ko'tarilib atgan illiq harorat uning badaniga xuddi mehribon ona qo'lidek tegib, uni shunday tatliq, rohatlik sezim qo'yniga oldi. Agar shu chaqda Adxon uni turishga undamagan bo'lsa, u allaqachon shirin va g'amsiz uyqu qo'yni g'arq bo'lgan bo'lardi. O'g'lim, bu yerda orom elib uxlasin bo'ladi, dedi Adxon chiroyli va ta'sirli gaplar bilan uni qo'zg'atib. Lekin fursatni g'animat bilib, kechacha zikr tasbih qilib, Qur'on va nafl namoz o'qib chiqsa, texmi yaxshi bo'ladi. Ko'zi cho'ng bo'lsa, suvni jiq olg'ili bo'lgandek, duo qancha ko'p bo'lsa, savob shuncha ko'p bo'ladi. Bu kecha ulug' kecha, bu makonmi ulug' makon. Shunga bu yerdagi masjidning atrofini Mash'aral Haram deb ataydi. Bu Allohga zikr, tasbih, tavba, istig'for qiladigan joy. Bu kechani ulamolar shivi qadri ko'ringan kechidan afzal deb ta'riflaydi.
At sözünü əzəldən müqəddəs bilib gələn Əkbər bütün vücudunu qapsab gələn harğınlıq azabı bilan şirin uyquning mehridən keçib asta o'rnidan turdi və dadısıga əgişib Məş'ərəl Haram tərəfə qarab mangdi. Bütün ətraf yana shunda qaynam taşqınlıq və ciddi hərəkətlər bilan davolib gürkirab turardi. Taraf-tarafdan kelib birli e'tiqod uchun bu yerga to'plangan har xil chiroy, har xil til, har xil xarakter va har xil mijozdagi bu odamlar orasida hasad va havas, muhabbat va nafrat, mehr va g'azab, jaholat va diyonat, sadoqat va xiyonat o'xshashli mavjud edi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sarson ruh nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangdagi har qaysi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib, saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.